Assalomu alaykum. Sharg'on pichog'im kanalining kuzatuvchilari. Ikki xil holatdagi naborimiz tayyor bo'lgan. Buni sizlarga ko'rsatamiz. Buni 4 dona pichog'ini o'zi bor xolos. Qayraydigan musatini solib beramiz. Xudo xolasa bitta go'sht kesadigan uzun pichog'i. Aboyma pachimlikdan ishlangan, o'sha ruchkasi oxiriga teshib aylanib o'tib ketgan. Bitta bo'yin pichog'i. Bu ham hammasi aboyma pachimlikdan ishlangan. Bitta qovurg'alardan go'sht ajratadigan pichog'i. Bitta terilaydigan pichog'i. 4 dona bunisidan bir komplekt tayyor. Buni chopqilari bilan birga bor. Ruchkalari tekstolit materialdan terishlaydigan pichog'i. Qovurg'adan go'shtlarni ajratgani. Ikkita bo'yin pichog'i bor buni. Bu katta pichog'ini ham bemalol bo'yinga ishlasanglar bo'laveradi. Bitta qayraydigan musati. Chopqisi. Chopqisida bemalol ovqat qilsanglar ham bo'laveradi. Qo'y suvaylarni bemalol chopaveradi. O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatlarimiz bor.